Hozir eng qiziq nuqtali xabarning birisi dal Los Anjelesdagi o't ketish voqeasi. Undaqda sizlar Los Anjelesning universal amaliy kuchining dunyo bo'yicha 10 ning ichiga kirdiganligini bilamsizlar? U zodi qanchinchi o'rinda? Qani biz birlikda dunyodagi universal amaliy kuchi eng kuchli 10 shaharni sanab boqaylik. 10. Beijing. Beijing elimizning poytaxti. Shundaqla shimoliy rayondagi eng taraqqiy qilgan kuchli shahar. Beijing shahrining tarixi uzun, madaniyat boyligi intayin mo'l. 9. Avstraliya, Sidney. Sidney Avstraliyaning sharqiy janubiy dengiz qirg'og'iga joylashgan shahar. Avstraliyadagi ko'lami eng cho'ng shahar. Shundaqla janubiy yarim shardagi eng kuchli shahar. Bu shahar o'ltiraqlashga intayin mos keladi. 8. Jungo Shangang. Jungo Shangangning kishi beshiga to'g'ri keladigan o'ttirchi umr ko'rish nisbati dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Nopus tishligi dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadi. Bu shahar yana dunyo kishilari tarafidan New York, London bilan birga dunyodagi 3 cho'ng pul muomala markazi deb atalgan. 7. Jungo Shanxay. Shanxay elimizning iqtisodiy markazi. Hozir dunyoviy ta'sir kuchiga ega fan texnikada yangilik yaratish markazi asosiy ramkasini shakllantirgan shahar. 6. Amerika Los Angeles. Bu shahar Amerika Kaliforniya shtatining g'arbiy janubiga joylashgan. Bu shahar yana Farishtalar shahri deb ataladi. Dunyo kino markazi Hollywood mushu yerga joylashgan. Eng yangi kino teatrlarini haqsiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, mushu salonga egishib oling. 5. Singapur. Singapur ham shahar, ham davlat. Bu yerning ul aslahalari qurilishi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Bu shahar yana Osiyodagi 4 kichik ajdihoning biri deb ta'riflandi. 4. Yaponiya Tokio. Tokio Yaponiyaning siyosiy, iqtisod, madaniyat, qatnash qatorliq nurg'un sohalarining markazi. Shundaqla Yaponiyaning poytaxti. 3. Fransiya Parij. Parij Fransiya Jumhuriyatining poytaxti va eng cho'ng shahri. Dunyodagi 5 cho'ng xalqaro cho'ng shaharning biri. 2. Angliya London. London dunyo pul muomala markazi. Dunyo bo'yicha muzey, kutubxona, kinoxona, teatrxona, tantarbiya maydoni, 5 yulduzliq mehmonsaroy eng ko'p shahar. 1. Amerika New York. New York yer sharidagi eng kuchli shahar. Kishi beshiga to'g'ri keladigan GDP'si 1,300,000 dan oshadi. Val ko'chisi dunyo bo'yicha birinchi pul muomala markazi hisoblanadi.